Abu Sahiy Bekbarakaga yaqin xonadon qidirib yurgan bo'lsangiz, 165 ming dollarga 4 sotuvli 7 xonaga tayyor kirib yashaydigan mebel texnikalari bilan xonadonimiz sotilyapti. Qaranglar, mana shu orqamizda uglovoyga tushgan, fasadimizda 18 metr juda ham katta, ko'rasizlar, 2 etajli, o'zini hashamati, bahaybatligi bilan mahallamizda ajralib turibdi. Turgan manzilimiz keladigan bo'lsak, Zangiota tumani Tariq-Teshar mahallasi deyiladi. Ko'pchilik biladigan Arkbulo tamojin sklad bor, o'shaning orqasidagi mahalla. Bekbaraka Abu Sahiy boyitganimdek 2 kilometr uzoqlikda bo'ladi. Yana bitta orientir beraman. So'nlishlikdagi konstavar. Turgan joyimizdan 500 metr uzoqlikda. Ketdik, obzor qilishni boshlaymiz. Bu yerda ko'chamiz bo'ladi, asfalt qilingan, ko'rasizlar. Kanalizatsiya ham o'tgan bu yerda. Xonadonimizga kirish eshigimiz mana. Bismillah, kirib kelamiz. Qo'limizni ko'rasizlar, o'sha darvozaxonamizni o'ziga bemalol ikkita avtomobil sig'dirib qo'ysak bo'ladi. Dekorativli zonalarni qaranglar, chiroyli chiqarib qo'yilgan remontdan. Bu yoqdan kachelniy zona, tapchanli zona bo'ladi. Zinapoyamiz biz ikkinchi qavatga olib chiqadi. U gostivoy bo'ladi. 4 mehmonlarni mana mana shundan olib chiqib ketamiz. Juda ham zo'r yechim qilingan, o'zbekona bo'ladi. Endi qaranglar, qo'limizni o'ng tarafdan ko'radigan bo'lsak, asosiy binomiz 2 qavatli 7 xonamiz mana mana shu asosiy binomiz bo'ladi. Gabrazli bo'lib tushgan. Qo'limizdan tushiradigan bo'lsam, oyog'imizni tagiga ko'rasizlar, burchaklar chiroyli yotqizilgan, mevali daraxt, bu yoqdan gilos daraxt bor ekan, sport zonalariga ega. Zinapoyamiz tagida ko'rdinglarmi yo'qmi? Kladovishnik bor, uning uchun ko'rsata olmaymiz. Yashil zonamiz ixchamgina landshaftniy zona deya olamiz. Bu yoqdan kichkina fontanchik ham qoldirilibdi, suvni yoqib qo'ysanglar ham o'zi sug'orib qo'yar ekan, mevali daraxtlari bor, qushlari ham bor. Endi qaranglar, yozgi oshxonamizda hamma sharoitlar qilingan, daji mana bu yoqda o'sha tandir go'sht qilinadi-yu, ukamlar yaxshi ko'rar ekanlar, o'zlari uchun mana shunaqa joy qo'ygan ekanlar. Qozon, o'choq, hamma sharoitlar tayyor qilingan. Xullas, ovqat qilishni yaxshi ko'radigan erkaklarimiz juda yaxshi tushunishadi buni nimaligini. Xo'p, hovlining bu yoq tarafida bo'lsa, umumiy hojatxonamiz joylashgan bo'ladi. Asosiy bino kiruvchi eshik bu yoqdan, sizlar bilan ichkarini obzor qilamiz. Ketdik. Asosiy binomiz kirib kelar ekanmiz, yo'lagimiz bo'ladi. Mana mana shu yo'lagimiz orqali biz xonalarga o'tamiz. Birinchi bo'lib, mana mana shu hovlni ko'rsataman. Oshxonamiz studiya formatda ko'rasizlar, shu hovlda joylashgan, o'tiradigan zonamiz. Har kuni oilaviy mana mana shu yerda mazza o'tiradigan joy bo'ladi. Oshxonamiz ham hamma sun'iy mebellar tayyor qilingan, o'zining astrovoklari bor. Xullas, xonadon kerak ham sharoitlari bor. Bu yerda xolodilniklar qo'yilgan, televizor zonamiz bo'ladi. Hop, oyog'imizdan tagiga gilam solingan. Asosiy eshikdan kirganimiz o'ng tarafdan yuradigan bo'lsak, bitta yotoqxona, buni gostivoy yotoqxona desak ham bo'ladi yoki o'zingizlarga moslab рабочий zona qo'rsanglar ham bo'ladi. Tashqariga qarang, o'zini derazasi mavjud bo'ladi. Endi qaranglar, yana o'sha yo'lagiga qaytdik. Yo'lagimizning oxirida mana eko zonamiz, tabiiy gullar juda ham chiroyli holatda bo'lib turibdi. O'ng tarafdan yana keyin ko'radigan xonamiz, bolalar yotoqxonasi desak bo'ladi, lekin bu namozxona uchun mo'ljallangan ekan. Bu yerda ham tashqariga qarang, derazalari mavjud, radiatorlar o'rnatilgan. Hop, bunaqasiga yo'lagimiz chapga ketadigan bo'lsa, katenligimiz yo'lagimizning oxirida joylashtirilgan. Ko'rasizlar, oldida kladovkasi bor va umumiy hojatxona yuvinish xonamiz ham juda keng holatda bo'lib turibdi. Aytgancha, suvdan muammo yo'q, lekin bu yerda 5 tonnalik o'zini yo'nqislari tayyor qilingan ekan. Mana zinapoyamizni hozir ko'rdik, ikkinchi qavatga chiqadigan. Birinchi qavatimizda hozir biz 2 ta xona, bitta oshxonani ko'rdik. Qolgan 5 ta xonamiz ikkinchi qavatda joylashgan bo'ladi. Endi tepaga chiqamiz. Ikkinchi qavatga chiqib kelamiz. Bu yerda ham juda katta hol joylashgan. Mana mana shu hol orqali eshiklarni ko'rasizlar. Xonadonimizning xonalariga o'tamiz. Bu yerda mana begovoy daroshga qo'yilgan ekan. Agar gaplashsangiz, o'zini ham mana bonusga beraversa kerak. Endi birinchi xonamizga to'xtalamiz. Boyamizdan chiqdik o'ng tarafda. O'g'il bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona juda ham katta xona ekan. Ko'rasizlar, pastiga 2 ta xonaning o'rniga mana bitta keng xona qo'yilgan, tashqariga qaragan derazalar mavjud, radiatorlar o'rnatilgan, issiqxona bo'lib turibdi, gilamlari solingan, yotog'i, mebellari bu yerda hammasi qoladi. Bunaqasiga ham deraza qoldirilgan. E'tibor bergan bo'lsanglar, havo yaxshi aylanadi, ochib qo'ysak. Ketdik. Endi zinapoyamiz mana chap tarafdan qo'yapti, o'ng tarafdan ukamlarning 2 ta qizlari bor ekan. Mana birinchi qizlarning xonasi ko'rishingiz mumkin. Ranglar bejirimligi, aboylari o'sha qizlarga moslab qilingan, patologlar ham chiroyli bo'lib turibdi. Podsvetkalari bilan ko'chaga qaragan derazalari mavjud, jaluzilari ham o'sha kombo sifatdan qilingan-da, qizlar uchun mo'ljallab pushti qilib qo'yilgan. Hop, mebel texnikalar bu yerda ham qoladi. Keyingi xonamiz yana bitta qiz bolalar yotoqxonasi, bu ham bejirim bo'lib turibdi. Gullarni ko'rasizlar. Chiroyli xonamiz. Xullas, biralariga ham ega, tashqariga qaragan derazalar mavjud, radiator, cho'plik pollar bu yerda ham mavjud. Va yo'ligimizga yana qaytdik, ya'ni xollga, xollni o'zidan bu yoq burchakda avalni qilib oyna qoldirilgan, xollga qaragan. Xullas, bu yerda ham havo yaxshi aylanadi, yorug'i ham yaxshi tushib turadi. Endi bunaqasiga qaranglar. Boya videoni boshida uy xollning ichidan kirganimizda 2 ta kiradigan joyni ko'rdik. Darvozaxonamiz bilan biz ikkinchi etaj orqali asosiy binoga kiradigan xo'dimiz ham bor edi. Biz pastdan birinchi qavatdan kirdik. Qaranglar. Shu xo'lni sizlarga bu yoqdan ko'rsataman. Mana bu yerda ham katta mehmonxonamiz joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Gostivoy bo'ladi. Bu eshikni yopib qo'yamiz. O'sha xo'lidan kirgan mehmonlarni shu xonaga olib kirib bemalol ashtaqa kutib olsak bo'ladi. Tashqariga qaragan derazalar mavjud, chiroyli bo'lib turibdi. Klassik stil
stildan foydalanilgan podsvetkalari, plus ob'oylar bejirim. Bunaqasiga mana bitta eshik orqali Buroslar yana bitta xona, to'y hashamli bo'ladigan bo'lsa, g'irt o'zbekona xonadon ekan. To'y qilsa ham bo'ladi. Bu xonadan endi qanaqa foydalanasizlar bilmadim-u. Mana zinapoyamizni, hovlidan kiradigan zinapoyamiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, tushuncha bo'lishi uchun mana hovlidan ham ko'rsatib tushuntirib ketaman. Bu xonamiz o'zini ham tashqariga qaragan derazalari mavjud. Sizlar bilan xonadonimizni umumiy ko'rib bo'ldik. 4 sotuv tashkil qiladigan xonadonimizda o'zini 7 xonasiga ega alohida oshxonasini ko'rdinglar. Xullas hovlida ham o'zini sanuzurlari bor. Fayzli yozgi oshxonalari bilan birga bo'ladi. Narxini bo'lsa 165 ming dollar bilan baholashyapti. Yaxshi joyda joylashgan, suv, gaz, svetdan muammo yo'q joylar. Ustiga kelinglar, balki narxini yana kelishtirsanglar bo'ladi. Mebel texnika gilamlarigacha hamma narsa shundoq qoladi. Qo'shimcha ma'lumotlar pastki raqamga qo'ng'iroq qilib, uy egalari bilan birga baraka qilsanglar bo'ladi.